Sizlarga bir savolim bor, o'g'illarim. Alloh taolo barcha mahluqotlardan, ya'ni insonlardan, farishtalardan, shaytondan, jinlardan, butun koinotdan oldin nimani yaratdi? Marhamat o'g'lim. Jannat va do'zaxni hukmdorim. Siz aytingchi? İnson ruhini hukmdorim. Ismingiz nima o'g'lim? Ahmad. Demirchili Ahmad Sidqi hukmdorim. Sizni biror javobingiz bormi? Qalam surasi 1-oyat. Alloh taolo aytadi: Nun. Qalam bilan va satrlarga yozadigan narsa bilan qasam. Yaratilgan birinchi narsa qalamdir, hukmdorim. Rivoyat qilinadiki, Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh birinchi xalq qilgan narsa qalamdir. Unga qiyomatgacha bo'ladigan har bir narsaning taqdirini yozishni buyurdi deb marhamat qilganlar. Alloh taolo qalamga, arshga La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yoz dedi. Qalam buyurilganini yozdi. Qalam payg'ambarimizning ilk nuridir. Ikkinchi nuri esa arshdir.